43-mavzu. Behuda narsalardan saqlaning. Behuda narsalar oila hayotining parchalanib ketishiga sabab bo'lishini bilasizmi? Bu so'z shunchaki cho'chitish yoki ogohlantirish uchun aytilgan emas. Aksincha, ko'pgina tajriba va xulosalar natijasidir. Bir ayol eri uchun muhim bo'lmagan narsa tufayli uning jahlini chiqarishi va shu arzimas narsani deb uzr so'rashni shart emas deb bilishi mumkin. Qanchalik oson narsa. Toma ko'l bo'lur deganlaridek, kichkina va e'tiborsiz narsalar yig'ilib borib tog' hosil qiladi va juftlar yelkasidagi yukka aylanadi. Bu yukdan qutula olmasalar, oxiri xayrsiz bo'ladi. 40 mingga yaqin er-xotinlar da'vosiga hakamlik qilgan bir hakim aytadi. Sodda va oson narsalar er-xotin o'rtasida kelishmovchilik keltirib chiqarishi, oila muvozanatiga ta'sir o'tkazmay qolmaydi. Masalan, ba'zan er ishga ketayotganida yaxshi borib keling deyishi yoki qo'l siltab qo'yish naqadar oson. Ammo shuni ham qilmaslik ularning oilasi buzilishiga sabab bo'ladi. Axir oila oddiy va samimiy yashash maskani emasmi? Buni ham tushunmaganlarga essiz deymiz xolos.